Assalomu alaykum Timur aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xo'sh, Timur aka, sizdan bitta maslahat kerak edi. Yangi endi trofkani boshlagan yigitlarga, ya'ni novichoklarga nimani top 3 ta mahsulot nimani tavsiya qilasiz? Yaxshi savol. Men tavsiya qilaman, birinchi o'rinda bu kreatin. Bu kreatinsiz hech qanaqa ilojisi yo'q. Bu kuchni zo'r oshirib beradi, trenirovkada chidamlilikni oshirib beradi. Ikkinchi mahsulot bu albatta arginin. Argininsiz bu trenirovka vaqtida qon tomirlarini kengaytirib beradi, pumpni zo'r qilib beradigan narsa bu arginin. Uchinchisi albatta bu protein. Proteinsiz hech qanaqa rezultat olishni ilojisi yo'q. Bu muskul qurishda asosiy bazani qilib beradigan narsa bu protein. Shu 3 ta mahsulotni men tavsiya qilaman. Bolalar, men xarid qiladigan magazinim, ishonadigan magazinim Champion Shops magazini. Men har doim o'zimni xaridimni shu magazindan qilib boraman. Sizlarga ham shuni tavsiya qilaman. Men nomimdan kim kelib xarid qilsa agar zo'r skidkalarni sizlarga qilib berishadi. Hammani kutib qolamiz.